Biz Xitoyga qaraganimizda biz Uyg'ur masalasiga ko'z yumishimiz mumkin emas. Davlatlar to'g'ri, davlatlarning kelishuvi bor, lekin jamiyatning qarashi biz fuqarolik jamiyat, huquqiy davlat nuqtai nazaridan Xitoy tomonidan Uyg'urlarning to'liq assimilyatsiya bo'lishiga emin-erkin qarab turadigan bo'lsak, biz kecha Xitoylarning o'rnida edik. Biz Sovet ittifoqining tarkibiy qismida edik. Va bu masalada bizning jamiyatning, ya'ni fuqarolik jamiyatining yoki umuman Markaziy Osiyo jamiyatlarining qarashi albatta boshqacha bo'lishi kerak, emin-erkin bo'lishi kerak. Va biz bilamizki 2017-yildan boshlab Xitoylarga nisbatan agressiv assimilyatsiya juda ham ashaddiy ketyapti. Uyg'urlarga nisbatan ya'ni Uyg'urlarga nisbatan bu qadar tarixiy kuzatilmagan assimilyatsiyaga jamiyatning o'z ko'z qarashi bo'lishi kerak. Va shuning uchun hamki mana bu Xitoy borasidagi strategiyada bir qancha nuqtalar bo'lishi kerak. Buni davlatlar albatta jur'at qilishi ehtimoli kam, chunki Xitoy shunday bir davlatki, agarki kimki o'sha Xitoydagi etnik kamchiliklarga yoki uning ichkarisidagi inson huquqlariga munosabat bildiradigan bo'lsa, davlat shu zahoti o'sha davlatga nisbatan, ya'ni rasmiy Pekin o'zining salbiy munosabatlarini bildiradi. Lekin biz shunday bir yo'l tanlashimiz kerakki, agarki davlatlar bu narsani jur'at qilmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa bu masalani fuqarolik jamiyatiga imkoniyat berilishi kerak. Muhokamalarda bo'lishi kerak.